Ko'zingni tiyilishga buyurilgansan, lekin ko'zing bu narsalarga qaragisi keladi. Bomdod namoziga turishga buyurilgansan, lekin ko'ngling nimani xohlaydi? Uxlashni xohlaydi. Tilingni g'iybatdan to'sishing kerak, ammo tabiating o'sha g'iybatni nima qiladi? Eshitgisi keladi. Topgan molingdan infoq qilishga buyurilgansan, lekin nafsing nima deydi? Qilma deydi. Demak, taklifotlar insonning nafsiga teskari keladi. Shunda nafsini bo'qqan, nafsini sindirgan odamga Alloh taoloning huzurida ulkan martabalar bor. Ko'zingni tiyilishga buyurilgansan, lekin ko'zing bu narsalarga qaragisi keladi. Bomdod namoziga turishga buyurilgansan, lekin ko'ngling nimani xohlaydi? Uxlashni xohlaydi. Tilingni g'iybatdan to'sishing kerak, ammo tabiating o'sha g'iybatni nima qiladi? Eshitgisi keladi. Topgan molingdan infoq qilishga buyurilgansan, lekin nafsing nima deydi? Qilma deydi. Demak, taklifotlar insonning nafsiga teskari